Zerk qolmadilarmi? $100 beraveramiz komplekt mana. Bittasi 1 million 200, 1 million 300 tursa kerak o'zi bittasi. Ozgina ishlatilgan hisobiga, lekin yaxshi ishlatilgan holati, ideal holatda turibdi, $100 ga beraveramiz. Sandiqli mana karavotimiz, katta mana. 300 ming so'm beraveramiz. 200 mingdan hammasini olganga mana 2 metrlik kojniy kreslolarimiz bor. Tepasida 1,5 metrlik. Hammasini olganga 200 dan. 3 metrlik ham, 2 metrlik, 1,5 metrlik ham 200 dan hammasini olganga beraveramiz. 15 ta 20 tacha bor. Mana bunaqa tumbuchkalarimiz 50 mingdan beraveramiz. Kelaverlar. Mana Tremo 100 mingga, mana bunaqa antresollar bor alohida 50 ming beraveramiz. Kelaverasizlar. Keyin mana stolovchilar, lavashxonaga, hot-dogchilar. Katta mana buni metri 2,5 metr bo'lsa kerak. Nerjaveyka cho'tki qilib yasalgan. Buni ikkita sherigan bor. 1,5 million so'm uchalasi. 1, 2, 3 mana bunday o'rtasidan bo'linadi. Tagida paddonlari ham bor. Mana qo'yamiz paddonlarini. Mana shu holatda. Hamma joyi temir, yomg'irda qolib ketsa ham hech narsa qilmaydi mana. Cho'tki yasalgan. Paddon mana tushib ketdi, paddonni qo'yib qo'yaverasizlar. Mana pastki tomonlari akkuratli, rosa chiroyli. Uchalasi 1,5 million. Yaltirab turibdi. Xamir-pamirchilar ustiga bu ham zo'r bo'ladi. Norin kesishganmi, boshqagami? Xaldinlik mana 2 million freon qo'yish kerak. 1,5 million buni aybi yo'q. Bunga faqat freon qo'yish kerak. Katta ishlari zo'r. Narsalar juda ko'p kelaverasizlar. Shkaflar, spalniy garniturlar. Kichkina velidan 2 tuchtamiz bor. Mana 3 ta oyoqli veli qari 3 ta oyoqlisi. 3 ta oyoqlisi qarang, mana shu edi-yu. Mana dashni stol stullarimiz mana 1 million 100. Uzun o'tiradiganlari bilan. O'choqlar 250 ming, pastdagisi 700 ming. Qalin pastdagisi, tepasdagi yuqaroq. Narsalar ko'p. Mana kuxni 1 million. Kuxni. Ichkarida ham kuxni bor-da, uni boya ko'rsatdim. Vannalar bor. Mana bunaqa polkalar kerak bo'lsa keraklar, 100 mingdan beraveramiz. Narsalar ko'p. O'tlar tozalab, chiroyli qilib, naveslari qilib, chiroyli bozor qilib berishimizga sharoit kerak. Shuning uchun hozircha unaqa sharoit yo'q. Mana shunaqa qilib, xuniyroq bo'lsa ham sotib amallab turibmiz. Nurafshondan kelaverasizlar. Yo'q tomoni Piskent. Mana eshiklarimiz 200 mingdan beraveramiz, 200 mingdan. Mana shu eshikning oynalarini o'zi, mana shu oynalarning o'zi kvadratda 70-80 ming bo'lsa kerak, 1 kvadratda. Oddiy oyna 65 mingdan. Gulli oynalar mana 200 mingdan eshiklar 3 ta. Yana boshqa eshiklar ham ko'p, kelaverasizlar.